Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 1996 yil 7 oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zahir. 3-bob. Yansxay o'rmonligida mudofaada turish. Davomi. Qism oldida taqdirlash. 1945 yil 9 oyning boshlari edi. O'ttira yo'nalishdagi qismlar jingni ozod qilish urushini g'albilik oxirlashtirgan hamon qarindosh qismlar tarafidan Shexumu ozod qilindi. Zehrullam turgan 4-polik 1-batalyon Bajaxu, Yongjihu urushiga qatnashib, Jing, Shexu ozod bo'lgandan keyin Kuytung daryosi bo'yida bir mezgil mudofaada turib, keyin Yansxay tabiiy o'rmonligiga kelib mudofaada turdi. Butun qismlar joylashib bo'lgandan keyin polik boshliqlarining o'rlashtirishi bo'yicha har bir batalyon, rotalar umumyuzlik xulosa chiqarish bilan yaxshi ish izlar va yaxshi odamlarni taqdirlash, 1-batalyon Bajaxu, Yongjihu urushining xulosasini bo'libmi Zehrullam turgan 1-rotaning xulosasini obdan chiqarishni o'rinlashtirdi. Bu vaqtda 1-rotadagi jangchilar Zehrullamning o'zi yolg'iz dushmanning potaylariga hujum qilib, potaylarni partiltib, ajoyib qahramonliklarni ko'rsatganligini arqa-arqadan so'zlab, uningga urush qahramoni degan sharaf nomini berishni qayta-qayta talab qilishdi. Shunday qilib, batalyon Zehrullamni kurash qahramoni deb taqdirlashni, polik boshliqlariga doklat qilishni qaror qilib bekitdi. Qolgan 2-chi, 3-batalyonlar bir qancha 10 jangchi komandirga sadoqat va fidoi medallarni berishni iltimos qilib, polik shtabiga yo'lladi. Nadirov Zehrullam bo'lsa, qaddi qamati kelishgan, bug'doy o'nglik, bo'yi 1,80 m keladigan, o'zi gavdilik, yuzida ozroq chechak izi bor, mijozi ig'ir besiq, qo'y ko'zlik, o't yurak, jasoratlik yigit edi. 1945 yil 11 oyning boshlarida Yansxaydagi qorong'u o'rmonlik bir xil ajoyib xushalliqqa cho'mgan edi. Chunki u kuni polik shtabidan 1-chi, 2-chi, 3-chi batalyonlar o'z mudofaa pozitsiyasida bir ezovut askarni qoldirib, qolgan qismlar polik shtabiga yig'ilsin degan uqtirish kelgan edi. Har qaysi rotalar uqtirishni topshirib olgandan keyin o'z rotalarini radga tezib, jangovar naqshlarni aytib, polik shtabi oldiga yig'ildi. Polik shtabining oldi xuddi bir bayram tusiga kirgan edi. Hamma jangchilarning chiroyidan bir xil xushallik hissiyoti aks etib turadi. Polik boshliqlari bir-birlab gama uylardan chiqishdi. Bu chog'da polik dejornisi butun polikqa diqqat komandasini berib, polik komandiri Qiyumbay G'ojaga doklat qildi. Polik komandiri Qiyumbay G'oja oldiga yaqinroq kelib ko'pchilikka qarab qo'yib, qo'lidagi bir varaq qog'ozni ichib, "Hurmatli ofitser jangchilar, bugun sizlarni bu yerga yig'ib, cho'ng yig'in etishimizdagi maqsad biz ilidan chiqib safar ustidagi jafo mushaqqatlarni yengib, Bajaxu, Yongjixuni ishg'ol qilishda qarindosh qismlarga yaqindan yordamlashib, qonliq janglarni qildik. Bu janglarda 1-batalyon 1-rota alohida xizmat ko'rsatdi. Bo'libmi bularning ichidagi 5 nafar jangchi o'z ixtiyori bilan dushman potiyini partiltishni rahbarlikdan qattiq talab qilib turib oldi. Ular yo'ldosh Zehrullam boshchiligida o'z hayotlaridan ayrilib qilish xavfidan qo'rqmay, dushman potiyiga qahramonlik va mardlik bilan ilgirlab bordi. Zehrullam o'zi yolg'iz dushmanning 2 potiyini partiltib, qarindosh qismlarning Bajaxuga hujum qilishiga ham shu qitimqi hujumning g'albisini qo'lga keltirishga ajoyib to'p qo'shib, qismlarning hujumga o'tishiga yo'l ochib berdi. Zehrullam boshliq jangchilarning ko'rsatgan bu qahramonlik uchun qo'mondonlik shtab ularni mukofotlashni qaror qildi. Zehrullamga urush qahramoni degan nom berib, Baturlik ordeni, qolganlarga sadoqat medallari taqdim qilindi, dedi. Bu qaror komandir jangchilarining xushallik iftixorini qo'zg'adi. Polik shtab maydonida olqish sadolari yangrab, hamma qin-qiniga patmay qoldi. Qiyumbay G'oja ko'pchilikning olqish sadolaridan hayajonlanib, qo'lini ko'tardi. "Diqqat! Men bugun qo'mondonlik shtabiga vakolatan mushu Baturlik ordenini yo'ldosh Zehrullamga taqdim qilaman.
dedi u kulimsirab. Shu hamon butun maydonda tantana va kuchlik olqi sadolari texmo yangroq ovozda jaranglab ketdi. Zehrullam bosh kiyimini qing'ir kiyib, kelishgan qomatlik basti bilan polik komandirining oldiga kelib, chas berib diqqatda turdi. Polik komandiri Zehrullamga qaynoq mehri bilan havaslanib bir qardida, yiqimliq kulimsirab, Bahaturluq ordenini uning maydasiga taqab qo'ydi va qo'lini mahkam qisib, "Sizni tabriklayman. Rahmat sizga. Vatan xalq sizlardek batur o'g'lonlar bilan faxrlandi. Bundan keyin mag'rurlanib ketmay, davomli tirishib, texim zo'r xizmat ko'rsating", dedi. Zehrullammi, "Rahmat polkovnik. Vatan xalq uchun jinim fido", deb hurmat salom berdi-da, ko'zida lig'irlab turgan xushallik, hayajonlik yoshlarini yo'shirish uchunmikin tezla orqasiga burilib, o'z o'rniga qaytib keldi. Bu chaqda butun maydon shavqin cho'qanliq olqishlarga to'lgan bo'lib, bir to'p jangchilar Zehrullamni ko'tarib osmonga atmoqda edi. Ba'zilar o'zlarining shapkalarini osmonga etib, "Hurra!" deb varqirishyotdi. Polik komandiri yana kishilarni tinchlantirib, "Qarindoshlar, Zehrullamdan boshqa 2-chi, 3-chi batalyon ma'lum qilgan jangchilar va kadrlarga sadoqatlik va fidoi medallarni taqdim qilamiz", deyishi bilan yana kuchli chavak chilindi. Mana bugungi xushallik shundoq shod-xuramlik bilan oxirlashdi. Shundan keyin bo'libmi Zehrullamning qahramonlik ish izlari butun o'ttira yo'nalishdagi qismlar ara ig'izdan ig'izga o'tib, tezla tarqalib jangovar hikoyaga aylandi. Bugungi polik bo'yicha tantanlik o'tgan xushallik faoliyat oyoqlashib, har qaysi batalyonlar o'z mudofaa liniyalariga qaytib, avvalgidekla o'rmon bog'dagi hayotini davomlashtiraverdi. Bugun havo xili issiq edi. Tushlik tomoqdan keyin polik doktori Abdujalil o'rmon bog'ining g'arbiy tarafiga qarab ketayotganda, atrof jimjit edi. Abdujalil doktor bug'doy o'nglik, o'ttir bo'y, qaraqash, kelishgan yigit edi. U chig'ir yo'llarda ketib berib, o'zicha kulib qo'yatdi-da, yana turibla qapqani turib atrofga zan silib qaraydi. Ba'zida qo'lini silib ittik-ittik mansa, ba'zida qo'lini kayni qilib aldirmay mang'atdi. Yo'l mengayotganda oyoq ostida quruq qarayag'ach shoxlari shildirlab ketsa, xuddi bir odam xufiyani orqasida kelayotgandek cho'chigan holda kayni qarab qo'yatdi. Mana shunday qilib Abdujalil bu agirdan agiri yo'llar bilan aylanmaga qandoq kelib qolganini bilmayla qoldi. To'satdilla uning qulqiga qilin o'rmonning nersida odamlarning gudong'ishigan bir ovozi kirib qoldi. Abdujalil kayniga qarab qo'yib, minishni to'xtatdi-da, atrofga sapsilib qarashga boshladi. U putining uchi bilan minib, shapa chiqqan tarafga yaqinlab keldi. U o'zini likkida bir tup qarayag'ashning daldisiga ilib turib, atrofga zan silib qaradi. Angacha shapkisi bir qarayag'ashning shixiga ilinib qilib, uni ajirtiman deb beshini bo'shroq silkigan edi. Qarayag'ach shixi qaras-quris qilib sundida yerga tushdi. Abdujalilning tini shurkinib ketdi. U aloq-jaloq bo'lib, u yoq bu yoqqa qaradi hamda o'zini o'zi daldiga oldi. Lekin hiliqi shapa anglangan tarafda bir nafsi Abdujalil tarafga qarabmi qo'ymay, yengishib bir narsa qilishyotdi. Abdujalil ovoz chiqarmay, texmo yaqinroq berib qaradi. Bular orqa safda harva haydaydigan bir qancha peshqadam jangchilar. Abdurahim Bolshevik, Oshur Yangdoza, Abdulla Tonguz, Ahmad Bangilar bo'lib, ular qo'lining olqinida bir narsani uvulab, pudab, hadab yanchuqiga silishyotdi. Abdujalil bular nima ish qilayotgandi deb bir pas tingirqab turib qoldi. Keyin birdilla miyiqida kulib qo'yib, "Ha, demak bular Yavu Kandarning urug'ini uvulab, nash chekmoqchi bo'lyotdi-da. Qanday qilish kerak? Bularning yiniga berib tutilish kerakmi yoki varqirab, cho'chitib qochirib o'taymi? To'xta. Ularni doktorxonaga birdan chaqirib, o'zlarini iqror qildirib, yasagan narsalarni musodir qilay", deb o'ylab, ovoz chiqarmay o'zi kelgan yo'li bilan qaytib ketdi. Kechlik tomoqdan keyin doktor ularni doktorxonaga chaqirib kirib, birdan so'radi. Ular doktorning o'zlarining qilgan ishni ko'rib qolganligidan xabari yo'q edi. Chunki bularning nazarida bugun tushlik tomoqdan keyin kandir uvilgan ishni hech kim ko'rmagan edi. "Xo'sh, Abdurahim", dedi doktor shapkasini ustal to'psiga qo'ygandan keyin,
bakalashkedagi choydan bir yutum ichib qo'yib, Abdurahimning ko'zining ichiga tikilib turib, "Bugun tushdan keyin naga bordinglar? İçeri barmıdık, kämit bolduq doktor" deb kuldi Abdurahim. Ular kelishib olgandek hammasi digidek bir xil javob berishdi. Doktor Abdujalil temkinlik bilan tushdan keyin ko'rgan ahvolni hikoya qilib berdi. Doktorxonaning ichi timtaslikqa cho'mdi. Hammasining rangi o'zgarib, xuddi o'g'rilik qilib tutilib qolgandek, putlari titrab, yerdan beshni ko'tarolmay tarlishib ketyotdi. Birdilla Ahmadning titrak ovozi oradagi jimjitlikni buzdi. "Doktor" deb beshni ko'tardi. Ahmad peshonasidagi terni irtishqimi jur'at qilolmay, "Biz 35-40 yoshlardan oshdiq. O'zingiz yaxshi bilasiz. Biz o'qimagan qarqursoq odamlarmiz. Ba'zilarimiz baylarga changung ishlab yurib, ulardan qattiq tayoq yeganda, haqoratlanib, kamsiliganda, mushundaq bo'lmag'ur ishlarni qilib, dardimizni shuningdan chiqarib o'ginib qopdiq. Bu albatta intizomga, harbiy qonunga xilof ish. Bo'lg'uliq bo'ldi. Endi bizni qandoq bir taraf qilsangiz, siz qilasiz. Yenimizda bor uvilgan narsalarni topshirayli" deb boshqalarga qaradi. Shuningdan keyin ular Paskoga tushib, o'rmonlikdagi yova kandirdan yig'ib olgan, xuddi chashqan mayqiga o'xshab ketadigan qop-qora nashlarni yenidan chiqarib doktorning ustiga qo'yishdi. Doktorning ochiqi sal yondi bo'lg'ay ko'yingan holda, "Bu zaharlik narsa, salomatlikka intayin ziyonliq. Bu odamni zaiflashtirib, millatni nodonlikqa, qaloqlikqa ilib boradi. Hayotlikqa tahdid soladigan bu ishni hargiz qilmanglar. Menmu bu ishni o'zimla bilib, kitobga ma'lum qilmay" deb o'rnidan turdi. Ularmu xuddi ustidan ig'ir yukni ilib tashlagandek yenik bir tortishdida doktorga bu ishni ikkinchi qilmaslikqa va'da berishib, xijolat bo'lgan holda doktorxonadan asta chiqib ketishdi. Bir kuni men polik doktorxonasiga borganda, doktor batalyonda Ahmad qatorliqlarning sodir qilgan ishidan meni xabarlantirgan edi. Menmu xatosini tuzatgan bu ishni qayta surishta qilmadim. 1945-yil 12-oyning o'ttirlari qishning sovuq oqshimi edi. O'rmon bog'ni qalin qor qoplagan, jangchilar gama usti va chig'ir yo'llardagi qorlarni supurib, tozalab echib qo'yishdi. Bugun havo intayin sovuq. Postda turgan jangchilarning og'zidan chiqqan ho'rdan qosh kirpikka, burutlarga muz to'nlab, yiroqdan qarasangiz ular xuddi yangi yil kechisidagi miltiq tutib turgan qish buvayni eslatadi. Jangchilar putlarining ushib qilishdan ansirab, u yoqdan bu yoqqa to'xtamay mang'atdi yoki putlarini bir-biriga urib, isitish orqali o'zlarining qarovullik vazifasini ado qilmoqda edi. Jangchilar o'zlari toshlar bilan yasalgan gama ichidagi o'choqlarga o'tni shuncha ko'p qolsa-mu tuzuk issiqi chiqmaydi. Ba'zi gamilarda ho'l yog'ochlarni terib kelib qolg'achqa istitakning dasidan ko'zni ochqilib bo'lmaydi. Bugun intayin sovuq, havo tutuq bir kun edi. Quyoshmi oxirgi nurlarini chechib, qo'yuq qorliq o'rmonda so'z qizg'uch izlarni qoldirib o'ltiray deb qoldi. 2-batalyon kadrlari batalyon shtabining gamisiga yig'ilib, aldirash bir narsalarni qilishayotdi. Boshqa gamilarga qaraganda bu gama bir oz kengroq ham yo'roqroq edi. Bu gama ochiqidagi o'tlarmi charaslab kuyib odamga xili huzur beradi. Gamining ichi eshikni to'la echib, yepiverganlikdan o'rdishib ketgan. Shuningga qaramay bu gamilardagi jangchilarning vaqti xili xo'sh, o'zlari aldirashdek ko'rinadi. Ba'zida ko'ngillik chaqchaqlarmi, qiziq paranglarmi bo'lib turadi. Dal shu chaqda 2-batalyon komandiri Nur Muhammad Bakiyov polik dejurnilikni qilib qaytib, 1-batalyon oldidan o'tganda, 1-batalyon komandiri To'xti Mamatov talaga chiqib Nur Muhammad Bakiyovni ko'rib qoladi-da, yugurib kelib, "Yo'ldosh Nur Muhammad, muzlab ketibsiz. Yuring, gamiga kirib birdam arduqingizni ilib keting" deb so'rab digidek gamiga boshladi. Nur Bakiyovning kirgisi yo'q edi, chunki kech bo'lib ketyotdi. Lekin qo'rsqi ichib bakmo muzlab ketgan bo'lg'achqa gamiga kirdi. Gamida shundoq mazlik bir tomoq purqi demiqiga urildi. Nur Muhammad Bakiyov u yoq bu yoqqa bir qarvatgandan keyin, "Va, ishning kori sho'rp ekanda" deb to'g'ilvatdi-da, kelib karvatda o'ltirdi. "Yo'ldosh To'xti Mamatov, ha?
Sen işburun adam bo'lg'achqa sho'rpining purg'ini shundoq tizib bilib olding ha? Deb chaqchaq qildi. Shuning bilan gama ichida kulki chaqchaqlar boshlanib ketdi. Nurmuhammad Bakip o'ltirgan o'rnidan turib, sho'rpa qaynayotgan qozonning qishiga kelib, sho'rpining purqini hidlag'ach qozonga toza sapsilib qarab olgandan keyin, "Adash, bu nimaning sho'rpisi?" deb so'radi. "To'xti Mamatov, aldirma do'stim, yeganda bilasan" deb mursidan tartib akilib, karvatda o'ltirg'izib qo'ydi. "O'zing bilasan, tungun intayin qilin qarayadi. Suvga borgan jangchilar jangallikdan yav to'shqanning izini ko'ribdikan. Buningdan rota xabar topgandan keyin rotadan bir necha jangchi qo'lga tayoq, to'qmoqlarni ilib, qilin jangalda birer 2 soatlar ichida 10 necha to'shqanni qo'g'lab yurib, cho'moqlab tutib kelibdi. Uni so'yib hammamiz o'z gamlarimizda to'shqan sho'rpi qaynatyapmiz. Men bu sana telefon beray degan edim. Talaga chiqsam ishning o'ngdan kelib qolganini qaramamsan. O'zingmi Xizr bovaydakla oldimda tursan" deb qo'llarini bir-biriga urib, uvilab qo'ydi. Nurmuhammad Bakip: "Mundaq degan adash, bugun kechki tamoqda sizlarga aziz mehmon bo'lib, to'shqan go'shi bilan mazlik to'shqan sho'rpisini ichkirakman. Undaq bo'lsa, men batalyonga telefon berib qo'yay. Ular menga qarmay tamoqni yeversin" dedi-de, o'rnidan turib telefon trubkasini qo'liga oldi. Bu chaqda gamining ishga ichilib 4-rotaning komandirlari kirib keldi. Bularning vaqti xo'sh edi. Ular Nurmuhammad Bakiyevning oldiga kelib, diqqatda turib, chas bergandan keyin ruxsat elib o'ltirishdi-da, qizg'in parang boshlanib ketdi. Dal shu chaqda To'xti Mamatov qo'li bilan ishorat qilib, "Qani yo'ldoshlar, ustalga yaqinroq kelinglar. To'shqan sho'rpisi tayyor bo'ldi" deb ko'pchilikni ustalga taklif qildi. Batalyonning oshpazi ustalni surtib, baklashkalarni, qalay qo'shiqlarni, cho'ng-cho'ng to'g'ralgan bolkalarni, andin yo'g'on bir javurda 4-5 to'shqan go'shini jo'ziga akilib qo'ydi. To'shqan go'shi boshqa go'shlarga o'xshashmaydi ekan. Buning go'shining rangi oq, o'zi qurg'oq bo'ladi ekan. So'rindikilar bas-bas bilan eg'iz tegishga boshladi. Ular to'shqan go'shi ko'rinishda o'ruqroq ko'ringan bilan ta'mi obdan ekan deyishib, ishtaha bilan yeyishdi. Nur Bakiyev bir parcha go'shni qo'lga olib, 1-2 tishlab tizla yutayotgandan keyin To'xti Mamatovga qarab, "Adash, to'shqan go'shinglar xili mazalik bo'pti, obdan pishibdi" deyishiga boshqalarmi tasdiqlagandek "Ha" deyishib, boshlarini lang'ishtirib qo'yib yeyishdi. Hash-pash degacha javordagi mazalik go'sht tugab qoldi. Arqadanla puraqliq to'shqan go'shi sho'rpisi keltirildi. Bular o'z tamoq qachlariga qo'yib qo'yilgan sho'rpisini oldilariga tartib, yapaloq qilib kesib qo'yilgan qattiq bolkini sho'rpaga chilashdi-da, ichishga boshladi. Hammasining yuzlari bo'yinlarigacha qizirib, terlab ketishgan edi. "Xo'sh", dedi 2-batalyon komandiri Nurmuhammad Bakiyev o'rnidan turib, bir qo'lida quloqchisini tutib, bir qo'li bilan kirlishib ketgan qo'l yog'liqini elib peshona bo'yinlaridagi terni surtgach, "Sizlarga rahmat, yo'ldoshlar. Bugun xuddi uyda qurbonlik go'sht yeb, sho'rpa ichgandek mazza qildim. Men polik dejurnisi, balduroq qaytay" deb xo'shlashib talaga chiqdi-da, chabdastlik bilan etig'i minib, tun qorong'usida chig'ir yo'llarga kirib, birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz etilgan bir pay o'q. Dekabr oyining o'ttirlari havo intayin sovuq. Shimoldan keladigan sovuq shamol jondan o'tadi. 3-batalyon shtabida hamma ofitserlar qatnashgan yig'in ichildi. Komandir batalyon Dogan Sofiyev batalyonning mudofaa xaritasini tomoshablab qo'yib, "Polk shtabi bizning batalyonga kichik manevr harbiy mashq o'tkazish vazifasini topshirdi" dedi. U qo'lidagi tayoqning uchini xaritadagi belgiga tekkizib turib, so'zini davomlashtirdi. "Bu qitim bir rotaning dushman mudofaasiga taktikalik hujumga o'tish mashqini ishlaymiz. Bundaq mashg'ulot rasmiy urush ustida komandirning mahirlik bilan urushga qo'mondonlik qilish harbiy san'atini o'stirdi. Jangchilarni yer tuzilishidan qandoq foydalanib, o'zini saqlab, dushmanni yo'qotish iqtidorini o'stirishda zo'r ahamiyatlidir. Shuning uchun bu manevrni obdan o'tkazishimiz kerak." U menga qarab, "Shtab boshlig'i, siz dushman ahvolini tunishtirib, vazifa topshiring" dedi. Men tayoqni qo'limga olib, xaritaga qarab tunishtirishga boshladim.
Hozir dushman ahvolidan qaraganda Munu Tashyo'l janubidagi do'nglikdan dushman bizning mudofaamizga hujum o'tmoqchi. Ularning maqsadi bizning bu liniyamizni bo'sib o'tib, Polk shtabiga tahdid silib, Shexo tarafga o'tadigan qatnash tugunni buzib, cho'ng qismlarining g'arbga qarab ilgarilishiga yo'l ochmoqchi. Shundaq ekan, bizning 7-rotaning vazifasi Tashyo'l janubidagi soy orasidan keladigan dushmanni to'sib, har qachon taktika bilan qaytarma hujumga o'tish. 8-9 rotalar 2-safda o'z istehkomida jangga hozir bo'lib turdi. Minamyot izvoti batalyon shtabida buyruq kutdi. Sivaz izvoti aloqachilik vazifasini ustiga oladi. Bizning bu kashlik manevrimiz qismlarning kechilik jang qilish mahirligini oshirib, komandirlarning qo'mondonlik vazifasini o'stirdi. Bu qitimqi manevrda har bir rota izvotlar o'zlarining qo'mondonlik o'rinda mahkam turib, har minut soatda batalyon qo'mondonlik shtabi bilan aloqalashib turish kerak. Arqadilla 7-rotaning komandiri Yusufjon darhol butun rotani yig'ib safarbarlik yig'ini ochdi. Bizning rota batalyonning kashlik manevrida har qachon taktika bilan tez suratli hujumga o'tish vazifasini ustiga oldi. Yusufjon tamkinlik bilan shundoq dedi. Sizlar taktika darsida izvotlarning hujumga o'tish amaliy mashg'ulotlarini ishlab keldinglar. Endi rota bo'yicha bu harakatlarning birdek bo'lish bo'lmasligini ko'ramiz. Bu o'rganganni amaliyotda ishlashning obdan siniqi. Shundaqla bu butun rota bo'yicha aytganda sharafli jangovar vazifa. U oldidagi xotirini qo'lga ilib qardida izvotlarning manevrini mundaq o'rlashtirdi. 3-izvot zapasda turdi. 1-2-izvot soy oldidagi dushman mudofaasiga hujum qildi. Har bir izvot orliqini obdan saqlab, dushman mudofaasiga o'mlab minib, to'ydirmay ushtumtut hujum qildi. Kecha oy qorong'usi, atrofni ko'rgili bo'lmaydi. Kun intayin sovuq, hamma yoqni oq qor qaplagan. Bu jangalning jonni qaqishtiradigan bo'rini ba'zi yerlarga qorlarni qaplab qo'ygan bo'lsa, ba'zi yerlarni yalang'ochlab qo'ygan edi. Atrof shundoq jimjit, xuddi butun o'rmon oq libos kiyib shirin uyquga ketgandek, o'rmonda hatto to'ng qog'ining yoki jangal dumbaxchisining ovozimi anglanmaydi. Mushundaq bir paytda Tashyo'lning janubiy tog' tarafiga qarab 2-izvot sap tartib yo'l oldi. 3-izvot orqada zapasda qoldi. U jangga hozir bo'lib, hushyorlik bilan atrofni kuzatib turdi. 1-2-izvotdagi jangchilar sap tartib dushman mudofaasiga yaqin qolganda mengishni o'zgartib, miltiqni o'ng qo'lida, o'ng yonpeshining ustiga qo'yib, qarda siylab asta mengishga boshladi. Dal mushu bir daqiqa jimjitlikda jangchi Qodir diqqatsizlikdan bir narsaga putlashib, tiyilib ketmagan bo'lsa, miltiqining payniki toshga tegib, batlaklik o'q uchini ilivatgan quruq dori bar o'q etilib ketmagan bo'ladi. Mana jimiki balani tergan, ana shu tuyuqsiz etilib ketgan bir pay o'q bo'ldi. O'q etilib ketishi bilanla oldimizdagi dushman sizib qilib, pilomotdan o'q yog'dirvatdi. Chunki bir pay o'qning etilib ketishi bilan dushman mudofaasida o't tochkalar butunlay uyg'onib ketgan edi. Bu chaqda rota komandiri kuzatish punktida bu ahvolni ko'rib, "Hey, bularning orasidagi birarsi falokatlik qilmagan bo'lsa, 10 minut ichida dushmanning ingiq ostidan chiqqan bo'lardik", deb mushtimini tuyib yerni qattiq tepdi. 1-2-izvot dushman istehkomidan o'q chiqish bilan yerga mahkam yepishib, o'zlarini daldiga oldi. Ulguralganlari azgallarga qor dövlarining kayniga yetib oldi. Ba'zilar yenidagi bel gurjikini chiqarib, qorni dövlab oldiga dalda qilib oldi. Harakat qilishga ulguralmaganlar muzlab, badallarining ichishib ketganiga qaramay, engikini qarg'a terib midiriq qilmay jim turdi. Mana tangmu asta yurib, subhi taraf ko'tarilyotdi. Saharning zahardak ochiq sovuqi jon-jondan o'tib boradi. Ba'zilar shu qadar muzlab ketganki, gap qilishga og'zi kelmay qilyotdi. Dal mushu paytda rota komandiri Yusufjon yeshil raketa etib, hamma izvotlarni birdek o'q chiqarib atakaga o'tib, dushman o't kuchini yemirib tashlab, ularning mudofaasini egilash buyrug'ini tushirdi.
Yerga yepishib yotgan ikkinchi ezvot jangchi darhol avtomat, miltiq, pulemyotlardan birdek o'q yog'dirib, hash-pash deguncha dushman okopiga hujum qilib, ularning mudofaasini bo'sib o'tib, bir necha dushmanni asirga oldi. O'zimizdan 5-6 jangchi ig'ir yaralandi. Mana tangmu yo'ridi. Rotaning taktikalik hujumi oyoqlashdi. Bayqi muzlab put-qo'llari to'nglagan jangchilar endi shundoq qizib ketdiki, kechidagi sovuq, harg'inlik, tangning yo'rishi bilan tang ayollik oyoqlargadir g'oyib bo'lib, hammasi birdek ruhliq, jo'shqin qiyofatda o'z gazarimlariga qaytdi. Atiganlik tamoqdan keyin butun rota bo'yicha yig'in ochildi. Rota komandiri oqshomgi manevrdan qisqacha xulosa yozib chiqib mundaq dedi: "Qarindoshlar, oqshomgi rotaning taktikalik hujumga o'tish manevri umumiy jihatdan aytganda yaxshi bo'ldi. Lekin bir qancha savanliklar tufaylidan oz to'la o'ng'ishsizliklar mo ko'rildi. Birinchidan, jangchilarning odatdagi taktikalik mashg'uloti puxta bo'lgan, ammo jangchilar yer tuzilishidan to'g'ri foydalanib o'zlarini niqob qilish jihatda pishiq emas. Nimishqa bir pay o'q tuyuqsiz etildi. Bu o'q dushmanni o'yg'itib qo'ydi. Bizning planimiz buzilib ketdi hamda uqishmaslikdan bir oz patparaqchilik bo'ldi. Bunun bilan o'zimizdan 5-6 yo'ldosh yaralandi. Agar tuyuqsiz etilgan bir pay o'q bizning taktikalik planimizni buzatmagan bo'lsa, o'z yo'ldoshlarimizdan bunday chiqim bo'lmagan bo'ladi. Yuqoridagi ahvollarni tajriba saboq qilib, xizmatlarni yaxshi xulosalab, qismning taktika darsligini ching tutib, jangchilar kechilari atrofning yer tuzishdan to'g'ri foydalanib, o'zlarini niqoblashga mahir bo'lishi, yerni siylaganda Qur'onni qandoq tutish haqidagi ta'limlarni obdan o'zlashtirishi kerak. Yig'indan keyin ezvot odiliniyalar bo'yicha muzokara uyushtirib, obdan harakatlarni muqimlashtirib, xato va ojiz halqalarni tepib chiqib, obdan xulosalar dedi-da so'zini tugatdi. Ko'rsatma bo'yicha 3-batalyon bo'yicha xulosa chiqarib, ojizliklarni tajriba saboq qilish, bundan keyin taktika berayotganda askartish. Bosmadagi savallik tufaylidan bu joyda ishkibat bisilmagan. Mundaq bir so'zni qilgan: "Sizlar Shinjonglik bolalar, yaqin arada sizlar Shinjong xalqini Gomindan zulmidan ozod qilishga yordamga borsizlar" deganda, biz qinimizga patmay xush bo'lib Shinjongni mustaqil qilish uchun bordikanmiz desak, general Salinov: "Yo'q, Sovetning Shinjongni mustaqil qilish niyati yo'q. Hargizmi mustaqil qilmaydi. Shinjongda tinchlik va demokratik tuzum tiklangan. Sovetga qo'shna Jungoning o'likisi bo'lib qilishinglar mumkin" degan edi. Generalning mushu so'zlarini eslaganimizda hozir Gomindan bilan bo'lgan urushni to'xtatib, tinchlik bilan Shinjong masalasini hal qiladigan o'xshaymiz dedi. Menmu darhol so'z qistirdim. Yaqinda G'uljidan kelganlardan ba'zi xabarlarni anglab qoldim. Bizning xalq vakillarimiz Gomindan markaz vakili bilan suhbat qilyapti degan gaplar bor ekan. Bu gaplarni anglab o'ltirgan hammamiz vaziyatning taraqqiyotidan qaraganda endi urush bo'lmaydi ekan. Bizlarmi oilamizga qaytadan o'xshaymiz deyishdik. Nurmuhammad Bakub bizni ogohlantirib: "Og'inlar, bugungi o'zaro gaplashgan so'zlarni boshqalarga so'zlab yurmayli. Bu gap qism ichiga tarqalib ketsa, jangchilarning ideyasi qalayib qolishib ketadi" dedi. Shunday qilib nimishqa olg'a ilgirilmay to'xtab qoldik degan parang, har kim o'z farazlarini, qarashlarini deb uyoq bu yoqdan parang qilib, oxiri chiqmaydigan farazlar va shaxsiy qarashlar bilan oxirlashdi. Haqiqatanmi ayni vaqtda Manas daryosi bo'yida to'xtab qilishning asosiy sababini qo'mondonlik shtabi qism rahbarlariga va kadrlarga ochiq tushuntirmagan edi. Faqatla qo'mondonlikqa bo'ysunish, yuqoridan qandoq buyruq qilsa, tövanda shundoq ijro qilishdan iborat. Bu harbiy qismning tashkilchanlik, intizomchanlik va jangovarligining asosiy ifodasi edi. Oxiri hammamiz batalyondagi zerikish kayfiyatiga qarata xizmat ishlab, biz harbiy odam yuqorining buyruqini kutish va buyruqqa bo'ysunish haqida ko'proq tushuncha berishimiz kerak degan xulosa bilan paranglarimizni oyoqlashtirdik. Menmu asta o'rnimdan turib, talaga chiqib etimni mindimda Shivirg'anning huvlashlariga jo'r bo'lib, postlarni tekshirishga ketdim.
qism boshliqlari kadr jangchilar ichidagi iddiaviy ahvollarga qarata tushuntirish tarbiyasi berishdan tashqari Yansxay mudofaa rayonidan chiqib atrofni razvet qilib kelishni o'rinlashtirdi. Bu vazifa 3-batalyon komandiri Dogan Sofiyevga topshirildi. Dogan Sofiyev bu vazifani menga topshirdi. Men 7-rota komandiri Qasimni chaqirtib, uning 2 izvod askarni boshlab Sandiqo'za tarafni razvet qilib, u yerning yer sharoiti bilan tanishib kelishni, bu jarayonda harbiy intizomga qattiq rioya qilishni buyurdim. Bu xabarni anglagan jangchilar shuncha xushal bo'lib jonlanib ketdiki, isqirtish, chavak ovozi gamini bir oldi. Rota komandiri Qasim 2 izvodni ilib tashyo'lni yaqilab, Yansxay O'rmonbog' mudofaa rayonining sharqiy tarafiga, ya'ni Sandiqo'zaga qarab yo'l oldi. Yansxay O'rmonbog' bilan Sandiqo'za oraliqi 18 kilometr keladi. Burun Savan noyisi Sandiqo'zaning shimoliga 90 kilometr keladi. U yerlarda qumliqqa yaqin joylashgan Dagay, Shogay degan bir muncha kentlar bo'lib, qatnash intayin qiyin edi. 1945-yillarda Sandiqo'zda odam ancha ko'p emas edi. Bu yerda Milliy armiya o'ttira yo'nalish orqa saf qismlarining xodimlari butun Shixanza, Alavsun, Yansxaylarda turayotgan qismlarni bolka bilan ta'minlaydigan nihoyatda cho'ng bolkaxona bor edi. Bolka echitqulari cho'ng tunlarga qachlangan bo'lib, bolka echitqu zaliga kirsangiz, echitqu purqi burningizni echittirib, hatto ko'zingizdan yosh chiqarib o'tadi. 7-rota Sandiqo'zaga kirib, yer sharoitini puxta egilib, qisqa tushunishli bir xarita chizib oldi. Echitquning purqi pivining purqiga o'xshaganligi uchun qiziqchilikda komandir jangchilardan bir nechtasi ozroqdan echitqini ichib oldi. Shuning bilan ularning beshi qiyib put-qo'llarini boshqara olmay qoldi. Buni ko'rgan rota komandirining rasa achchiqi kelib, darhol ularni safga turg'izib, Yansxayga qaytishga buyurdi. Ertasi atiganda rota komandiri tunigun ximir turish ichgan jangchilarning ahvolini egilib ko'rsa, ularning komandirining qo'rsqi og'rib, ish surib ketibdi. Bu ahvolni darhol polik doktorxonasiga ma'lum qildi. Polik doktorxonasidan doktor Abdujalil bilan 2 nafar sestra kelib tekshirdi. Doktor ahvolni ko'rgandan keyin "Nima yeganding?" deb so'radi. Bu chaqda jangchilar bir-biriga qarshi gap qilishmay yerga qarab oldi. Doktor jiddiy turdi. "Nimishqa jim turibsizlar? Gap qilmamsizlar?" deb takror so'radi. Komandir izvod gap qilmay yetib oldi. Shu chaqda bir jangchi beshini asta yerdan ko'tarib, "Tunugun Sandiqo'zaga borganda bolkaxonniki ochiq bolka echitqusini ichgan edik" deb javob berdi. Doktor: "Demak, bolka echitqusi ziyon qilibdi. Sen komandir turib, harbiy intizomga xiloflik qilding" dedi-da dori berdi. Doktor bu ahvolni polik shtab boshlig'i Matsokqa doklad qildi. Shtab boshlig'i ahvolni anglagandan keyin ochiqidan yerilg'idek bo'ldi. Qo'lini kayniga tutgan holda qattiq dastlab u yoqdan bu yoqqa mandi. Yanchuqidan oppoq yog'liqni elib, yuz ko'zini terlarini eritib o'tib, telefonni qo'liga oldida 3-batalyon komandirini telefonga chaqirtib, batalyon komandiriga 7-rota 1-izvod komandirining intizomsizligi uchun uningga batalyon bo'yicha ogohlantirish e'lon qilinsin deydi-da, ochiqi bilan telefonni qattiq besib qo'ydi. Telefonni qabul qilgan batalyon komandiri Dogan Sofiyev darhol meni yiniga chaqirtib, ahvolning tafsilotini menga tushuntirdi. Men komandir rota Qasimni chaqirtib, uning natijalarini muayyanlashtirib, rotadagi ayrimlarning o'tkazgan xatoliklarga tanqidiy qarab, ochiq saboq ilishni jikiladim. Bolka echitqusi ichib qo'ygan bu voqea izvod komandiriga qattiq ogohlantirish berish bilan oyoqlashdi. 3-bob tugadi.